Hurmatli obunachilar, bunday natijaga erishish uchun sizdan atigi ikkita narsa talab qilinadi. Birinchisi, Megastroy kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi esa shu videoga like va kommentariy yozishingiz kerak. Endi esa biz o'zimizning ishimizni qanday ketayotganini va sifatini sizlarga ko'rsatib beramiz. Dastlab shkaturkadan oldin elektrik ishlarini qilib olamiz va maylarni qotirib olamiz. Keyin shunaqa ishoralar orqali devorimizni chistavoy sementli shkaturka qilib olamiz. Shkaturka qilib bo'lganimizdan keyin ishimizni tekshiramiz. Burchaklarimiz lazerga javob beradi. Burchak lazer bilan barobar bo'lgani bilan vertikalnisi gorizontalni ham 90 gradus bo'lishi kerak. Keling bera. Nima deyapsiz tog'a? Eng oxirgi tekshiruv. Pulga ro'qam. Yana bismillah ket. Bu yetgancha joyga qo'yaman lekin. Ishga javob. Eng oxirgi ham tushib ketgani yo'q. Nima deyapti? Bormi og'riq? Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta like bosib keting shu yo'g'iga.